Gitler o'zini millatini sevgan, o'zini millati uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan, bu millatni dunyoga hukmdor qilmoqchi bo'lgan bir shaxsiyat edi. Lekin nimaga nemislar Gitlerni o'zini yomon ko'rishgan? Gitlerning nazariyalarini bir jinoyat sifatida ko'rishgan. Obuna bo'ling, men tushuntiraman. Gitlerning asosiy ideologiyasi bu oliy nemis irqini yaratish, uni dunyoga hukmdor qilish edi. Bu yo'lda Gitler o'ziga dushman deb sanagan yahudiylarni va yana bir qancha millatlarni yo'q qilishga bel bog'lagan va buni ortidan juda katta g'ayriinsoniy qatliamlar qilgan shaxsiyat hisoblanadi. Bu bilan birga Gitlerning genotsidlari boshqa millatlar bilan cheklanib qolmay, nemislarni o'zi bilan ham bo'lgan. Gitler oliy nemis irqiga xos deb sanaluvchi insonlarning yuz tuzilishi, standartlarga to'g'ri kelmagan yuz tuzilishga ega bo'lgan insonlarni ham hatto qatl qilgan. Bundan tashqari Gitler nogironlarni, umuman olganda harakatida, ko'rishida, eshitishida cheklov bo'lgan hamma insonlarni qatl qilgan. Bunday insonlar nemis xalqi uchun muvaffaqiyatsizlik keltiradi deb ishongan. Gitlerni buncha qilgan g'ayriinsoniy ishlardan keyin hatto nemis millati ham Gitlerni yomon ko'rib undan nafratlana boshlaydi. Gitlerning qarashlari shu qadar radikal ediki, uni hech qanday yo'l bilan, hech qanaqa ma'lumotlar bilan oqlab bo'lmaydi. Siz bilan Javohir Karimoğlu bo'ldi.